bo'yicha mashinangizda taqiq bor-ku. Toshkent viloyati yo'l-patrul xizmati inspektorlari Cobalt rusumli avtomashinani to'xtatishgan. Oltiariq tumani, Farg'ona viloyati taqiq qo'ygan. Kreditingiz bormi? Nimangiz bor? Bu mashinani olgan odam kreditga olgan, biz uni olganmiz. Tekshiruvlar jarayonida mashina taqiqda ekani va 50 millionga yaqin qarzdorligi borligi ma'lum bo'ldi. Summasi qancha? 49.985.058 so'm. Bu yerda o'zingiz ham qarzlaringiz bor ekan, 1.700.000 so'm. 1.700.000 so'm. Vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yib turamiz. To'lovini qilasiz, olib chiqib ketasiz. Qidiruv mashinani qo'yib yuboramiz. To'g'ri tushunasiz. Agar joyida bartaraf qila olsangiz, to'g'risini bo'lmasa qo'yib yuboramiz. Tushundingmi buni? Mumkin emasda, taqiq bor mashinani qo'yib yuboramiz. Agar muddati bo'lganda ham, va to'lovini qo'yasiz deb mana qilasiz. To'g'ri tushunasiz. Tushundim? Endi ularga bog'laning, MIP nomeri bor. Men sizga nomerlarini beraman, telefonlashasiz. Ertaga ishlaydi. Ma'muriy amaliyot bo'limi ishlaydi. Diqqatdan bering mashinani. Ma'muriy amaliyot bo'limi ishlaydi, o'sha yerdan borib olasiz. Bagajingizda taqiq qo'yilgan narsalar yo'qmi? O'zi xabaringiz bormi? Taqiq qo'yilgan ekan. Bugun bildim, hozirmi? Ha, o'zi xabaringiz yo'q. Mashina kreditdami, nima? Kreditda olingan, egasi boshqa. Zaryadasi turadi. Olganmiz. Haydovchi yonimga o'tirib oling, vaqtinchalik jarima maydoniga. Ushbu avtomashinaning deyarli 50 millionga yaqin qarzdorligi borligi sabab ayni paytda avtomashina jarima maydonchasiga joylashtirilmoqda.